Imom Qurtubiy aytadi, Yusuf alayhisalom qissasi Yusuf surasidan boshqa o'rinda kelmadi. Bo'linmadi. Muxoliflar, ya'ni Qur'onni Allohning kitobi emas deyotgan muxoliflarga bir hujjat bo'ldiki, agar qo'lingizdan kelsa, uzuq qissalarni keltiringlar, Qur'onnikida bo'lsin. Ya unga yaramasalar, biz butun bitta sura ham keltiringlar, hikoya keltiringlar, Qur'onda bo'lsin. Bu Alloh taoloning chaqiruvi qiyomatgacha yashaydigan nafaqat insonlarga, balki jinlarga ham xitob bo'ldi. Alloh taolo mana Qur'onda qul la inijtamatil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli ma walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Ayting, agar insonlar ham jinlar ham jamlansa, mana shu Qur'onga o'xshagan narsani birga keltiramiz deb. Bir-birimizga yordam berib turib Qur'onga o'xshagan narsani keltiramiz desa ham, aytingki, ular hech qachon bu narsaga qodir bo'lmaydi. Bu chaqiruv, bu vizif qiyomatgacha turadi. 10 ta sura degan Alloh. Yaramaganda bitta sura degan. Bitta oyatga ham keltira olmaydi insonlar. Chunki bu Robbil Azza va Jalla kalimalari hisoblanadi. Xo'p, qissani boshlaymiz endi. Qissani boshidan boshlaymiz. Eng go'zal qissani boshlaymiz. Alloh taolo boshlaganday boshlaymiz. Astagfirullah, alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun nahnu naqussu alayka ahsanal qasas. Alif lam ra bu ochiq kitobning oyatlaridir. Albatta biz Qur'onni ochiq arab tilida tushirdik, shoyat aql yurgizishliklar uchun. Qur'onda arab tilida nozil bo'lganligi haqida 7 ta oyat keladi. Ya'ni arab tilini boshqa tillardan ustunligi ham shunda. Avvalambor Qur'onning tili, jannatiylarning tili bu. Til o'rganishga agar rag'batimiz bo'lsa, Qur'on tilini o'rganaylik, arab tilini. Chunki Alloh taolo arab tilida tushirdi Qur'onni. Jabroil alayhisalom arab tilida yetkazib berdi. Payg'ambarimiz arab tilida o'qib berdi. Jannatga kirganlarning tili ham arab tili bo'ladi. Biz sizga bu qissalarning ichidan eng go'zalini so'zlab beramiz. Qissa degan so'z, qasos degani bir xabarning orqasidan boshqa xabarni kelishligi. Mana Musa alayhisalomda onasi ana shu sevatga solib suvga oqizib yuborgan paytda vaqolat li ukhtihi qussi deydi. Onasi qiziga aytadi, ya'ni kuzatib borgin deydi, orqasidan borib qarab ketgin deydi. Ya'ni bitta xabarning orqasidan ikkinchi xabarni kelishi qissa deydi. Nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal Qur'an va in kunta min qablihi laminal ghafilin. Biz sizga qissalarning eng go'zalini so'zlab beramiz. Mana shu Qur'onda vaholanki siz bu narsalardan g'ofil edingiz. G'ofil degan sifat mana shu qissadan bexabar edingiz deyapti Alloh taolo. Allohning zikrdan g'ofil emas bu yerda. Siz mana shu qissadan g'ofil edingiz. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Vaqtiki Yusuf otasiga aytdi, otajon, men 11 ta yulduz, oy va quyoshni menga sajda qilayotganini tushimda ko'rdim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kayda inna ash-shaytona lil insani aduwwun mubin. Bu tushingizni akalaringizga aytmang, sizga bir hiyla, makr qilib yomonlik qilib qo'ymasin, chunki insonga albatta shayton ochiq dushmandir. Ru'ya degan so'z bu insonni tushida ko'radigan narsasi. Endi ru'ya bo'lib turib qisqa to bilan tasniya bilan keladigan bo'lsa, toy tanis bilan keladigan bo'lsa, kishi uyg'onligida ko'radigan narsasi. Bu yerda ru'ya deb turib tushingizda deyilyapti. O'ngida ko'rgani yo'q. Demak Yusuf alayhisalom tushida ko'rgan edi. 11 ta yulduzni, oy va quyoshni o'ziga sajda qilganini. Yaqub alayhisalom tushlarda ta'birini bilmasdi. Xuddi biz siz bilan bilmagandek. Tushlar haqida nima deymiz? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida keladi, yaxshi tushdi, yaxshi odamlarga aytinglar, yomon tushdi biroq aytmay qo'yinglar deydi. Ya'ni tushdi yaxshisi bo'lsa aytilib, yomonni aytmaslikka buyurilganmiz biz. Tushlarda ta'birini biladigan Yusuf alayhisalom edi. Undan keyin boshqa hech kimga berilgan emas bu ilm. Shuning uchun bitta odam kitobcha ochib o'tirib, tushlarda ta'bir qiladigan hunarga ega bo'lgan bo'lsa, bu odamda jichcha rost ko'rmasligida shubha qilmasak bo'laveradi. Yusuf alayhisalomda 11 ta ukasi bor edi. Binyamin o'zini bitta onadan tug'ilgan ukasi edi. 6 tasi boshqa ukadan va 4 tasi Yaqub alayhisalomning 2 ta cho'risidan farzandlari edi. Ya'ni 11 ta ukasi bor edi.
Yaqub alayhissalom farzandlarining ichidan Yusufni boshqalardan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rardi. Va akalariga bu narsa yoqmasdi. Binyaminni ham yomon ko'rishadi-yu, lekin yoshi kichkinaroq bo'lganligi uchun Yusufni yomon ko'rganda yomon ko'rishmas edi. O'zi bir odamni bir nechta ayoli bo'lsa, yoki bir nechta farzandi bo'lsa, bittasini boshqalardan ko'proq yaxshi ko'rishligi ayb emas. Ayb nima? Buni bildirib qo'yishlik. Albatta 4 ta bolangiz bor, 5 ta bolangiz bor, bittasini ko'proq yaxshi ko'rasiz. Bu haliga qalbda bu boshqara olmaysiz bu narsani. Bittani ko'proq yaxshi ko'rishingiz haq, lekin buni bildirmaslik kerakki, to boshqa farzandlar o'rtasida bir-biriga nisbatan adovat degan hisni uyg'otib qo'ymasin. Lekin Yaqub alayhisalom bu narsani oshkor qilar edi. Ya'ni bir soat ham yonidan ketishligini xohlamasdi Yusuf alayhisalom. Va kazalika yajtabika robbuka va yuallimuka min ta'vilil ahadith. Yaqub alayhisalom ana shu tushli ta'birni aytib davom etkazadiki, Alloh sizni dedi, tanlab olar ekan dedi. Akalaringiz ishidan, butun yer yuzida yashayotgan hozirgi davrdagi odamlarning hammasini ishidan tanlab oladi, sizga tushlar ta'birini o'rgatadi. Va otalaringiz Ibrohim, Ishoqqa bergan ne'matini, otangizga bergan payg'ambarlik ne'matini sizga to'liq qilib beradi. Ya'ni tushlarda ta'birni o'rgatadi. Bu qissada Alloh taolo yahudlarga javob berdi. Yahudlarda Yusuf alayhissalom haqidagi qissalar bor edi, lekin to'liq emas edi. Chola bo'lsa ham orasiga ko'p inxiroflar, o'zgarishlarni kirgizib yuborgan edi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kelib Yusuf alayhissalomning qissasini yahudlar so'raganda Alloh taolo mana shu surani javob qilib tushirdi. Laqad kana fi Yusuf va ikhwatihi ayatun lis-sailin. Yusuf va akalarining qissasida so'rovchilar uchun belgilar, javoblar bor. İz qalu la Yusuf va akhuhu ahabba ila abina minna va nahnu usba inna abana la fi dalalin mubin. Aka-ukalar to'planib aytishdiki, Yusuf bizdan ko'ra otamizga mahbubroq. Vaholanki biz usbamiz. Usba 10 tadan oshiroq jamoat arab tilida usba deyiladi. Va otamiz ochiq zalolatda dedi. Otasi kim edi? Kim edi kishi? Payg'ambar bo'lgan otasiga zalolatni nisbatlashyapti. Ya'ni inson o'zini haq deb bilgandan keyin ro'parasida turgan odam nima bo'lishi kerak albatta? Nohaq bo'lishligi kerak. Uqtulu Yusuf. Yusufni o'ldiringlar dedi. O'ldiraylik Yusufni dedi. Ya'ni qarang, ota bitta bolasini ko'proq yaxshi ko'rishini bildirib qo'yishligi akani ukani o'ldirishgacha fikrga olib boryapti. Shuning uchun farzandlarga bo'lgan muomalada bittani boshqalardan oshib ko'rib bo'lmaydi. Odamlarga ko'rsatib. Shunda ana shu aka-ukalarning kattasidan bo'lgan Yahuda aytdiki, "Yo'q, o'ldirmanglar dedi. O'ldirishlarda katta gunoh" dedi. Avitrohuhu ardon. Yaxshisi dedi, adashtirib chiqarib yuboraylik yerimizdan. So'ngra yahlu lakum wajhu abikum va takunu min ba'dihi qauman solihin. Mana chiroyli bir ma'nolar bor. Chiqarib yuboraylar Yusufni. Yusuf yo'q bo'lgandan keyin otanglarning yuzi sizlarga buriladi, sizlarni ham yaxshi ko'radi. Keyin tavba qilib olasizlar. Ya'ni kishi avval gunoh qilishni niyat qilib turib, orqasidan tavba qilib olaman deyapti. Ya'ni qilib qo'yib turib, bilib bilmasdan majbur bo'lib qilib qo'yib qilingan tavba boshqa, lekin mo'ljallab olmon qilib olay, bir rizq qilib olay shuni. Keyin tavba qilib olaman. Shu kishini tavbasi qabul bo'ladimi desa, ulamolar aytadi, tavba eshigi har doim ochiq deyshadi. Shoshilmay turaylik xulosaga. Lekin musibat nimada? Musibat ana shu tavba qilishlikka ulgurmikinsan degan savol turadi. Ikkita uka Banu Isroildan rivoyatlarda keladi. Uka taqvodor, ibodatxon, aka delik ana shu maishatga berilib ketgan fosiq necha yil akasini da'vat qildi. Unamay yurib, Alloh bir kun qalbiga soldi-da, bo'ldi, ukam oldiga borib men ham ibodat qilay, tavba tazarruq qilay, qarab qoplandi, Alloh tomonga qarab bitta qadam bosdi. Narigi uka shuncha yil ibodat qildim, ancha oldi kayf qilmaganim, ke bir kayf qilay dedi, bu yoqqa qarab chiqdi. Alloh ikkalasini jonini oldi. Kim qayoqqa ketdi? Sizlardan bir kishi dedi Rasululloh, bir umr jannat amalini qilib yuradi. Jannat bilan o'rtasida bir ziro qoladi dedi. Ana shu bir ziroda bitta gunohni qilgan paytda Alloh jonini oladi, jahannamga ketadi. Sizlardan bir kishi bir umr jahannam ishini qilib yuradi. U bilan jahannam o'rtasida bir ziro qoladi. Bugun tavba qilay, bugundan bomdod o'qiyman deb to'g'rat qilib chiqadi, gummati mashina urib yoradi.
Qayerga ketdi u? Ya'ni tushvarani xom sanab bo'lmaydi. Innamal amru bil xawatim. Ishlar oxiriga qarab o'lchanadi. Bu yerda o'tirganlar hech qaysimiz g'ururlanmaylik. Chunki ketayotgan soatimiz inobatga olinadi. Mana Yusuf alayhisolamning qissasini keyin safar tugatarmiz. Oxirida shuncha imtihon, shuncha balolardan muvaffaqiyatli chiqib, shuncha mashaqqatga sabr qilib, zo'r bo'lib chiqib turib ham oxirida Parvardigor oxirini yaxshi qilgin deb so'raydi. Shuncha ishni dondirib qo'ygandan keyin ham. Ya'ni bu hayotda qilayotgan ishimiz bizni g'ururlantirib qo'ymasin. Bu o'qiyotgan namozimiz, bu ko'zimizni tiyayotganimiz, bu Qur'onimiz chunki oxiriga qaraladi. Demak, ulamolar aytadi, tavba eshiklari doim ochiq. Alloh taolo kunduzi osiy bo'lganlarga gunohlarni kechirish uchun tunda qo'lini uzatib turadi. Tunda gunoh qilganlarga kunduzi qo'lini uzatib turadi. Alloh kechiradi, faqat savol turadi. Ulgiysanmi? Ulgiysanmi? Demak, keyin tavba qilsa bo'lar ekan degan xomtama bizni qalbimizdan o'tib qolmasin. Ulgimay qolishimiz bor. Valquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'dus sayyara in kuntum fa'ilin. Agar undan qutulmoqchi bo'lsanglar deyishdi, bir-biriga karvonlarda yo'lida aytib olgan bitta quduqqa tashlab yuboringlar, o'sha karvonlar olib ketib qoladida, yurtinglardan chiqib ketadi. Mana shu ishni qasd qilishdi va otalarining oldiga kelishdi. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf va inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana ghadan yarta va yal'ab va inna lahu lahafizun. Ota deyishdi, nimaga Yusufni bizga ishonmaysiz? Biz yomonlik ravo ko'rmaymiz u. Biz bilan tey qo'ying, chiqib o'ynab, yayrab keladi. Kalimatu roq. Yarta degani yeb ichishda ziyodalik degani. Maza qilib dam olib keladi dedi. Yaqub alayhisalom qo'yib yubormasligining ikkita sababini aytib aytadiki, Astagfirullah qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi va akhafu an yakulahu dhib wa antum anhu ghafilun. Birinchidan oldimdan ketishi meni xafa qilib qo'yadi. Shuning uchun ikkinchidan sizlar o'yin bilan ovora bo'lib kelsanglar, sizlar boradigan joyda bo'rilar bor. Bo'ri bolamni yeb ketishidan qo'rqaman dedi. Ular aytishdiki, qalu la in akalahu dhib wa nahnu usba inna idan la khasirun. Agar shu 10 tadan oshiq odam bo'lib turib, bitta ukamizni bo'riga oldirib olsak, haqiqatan bir ziyonkorlardan bo'lamiz u. Xullas, talabida turib olishdi. Unashiga qo'ymasdan, unamasligiga qo'ymasdan olib ketishdi. Ana shu Yaqub alayhisolamning ko'zidan uzoqlashishligi bilan so'kishdi, urushni boshlaydi. Chunki unga bo'lgan nafrat, adovat qattiq edi. O'ldirishni niyat qilishuvdi. Uni oldida so'kish yoki urishlik hech narsa emas. Ana shu qasd qilingan quduqqa olib borildi va quduqqa tushirishdi. G'oyabatul jub. Bu kishi tushganda ko'rinmay qolishlik darajadagi chuqurlik. Yusuf alayhisalom ipga osiltirib quduqqa tushirishdi. Quduqni ichida tosh bo'lar edi. Odamni tushirishgan paytda ana shu toshni bosib turib, suv olib chiqarar tevaga. Ana shu toshga o'tkazib qo'ydi Alloh taolo. Ana shu toshni chiqarib qo'ydi. Agar suv quduqda ko'p bo'ladigan bo'lsa, suvga tushar edi. Lekin Alloh taolo suvni ham ozaytirib qo'ydi. Hali keladi bu Alloh taoloning ko'rsatgan mehribonliklari. Eslab qolaylik shu yerdan. Va wahayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hada wa hum la yash'urun. Hali quduqdan chiqasiz. Akalaringizga hali bu so'zni xabarini ham yetkazasiz. Lekin ular sezmaydi degan xotirjamlikni Alloh taolo tushirdi. Shunda yoshi 12 da bo'ladi. Yusuf alayhisalom. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. سبحان الله. Gapirayotgan gapidan o'zi yolg'onchiligini aytib turishibdi. Xufto mahalda kech bo'lganda yig'lab kelishdi otasining oldiga. Yig'i bilan hech narsa hal qilinmaydi, mutahamlik bilan. Tarixda eng odil qozilardan bo'lgan Shurayhni oldida bir ayol bilan bir erkak kishi bir masalani kelisha olmay kelishadi qozining oldiga. Shunda ayol qattiq yig'laydi. Qattiq yig'lagan paytda ana shu joyda turgan Amosh aytadiki, "Ey qozi" deydi, "Bu yerda deydi, mana ayol kishi haqqa o'xshaydi" deydi.
Qarang qanaqa kuyib pishi yig'ilyapti deydi. Desa, Shuroy aytadiki, Yusufning akalari ham otasini oldiga kelgan paytda yig'ilib kelishgan edi. Yig'i bilan hukm qilinmasin, adolat bilan hukm qilinsin. Agar yig'i bilan, mutahamlik bilan hal bo'lib ketadigan bo'lsa, haligi usta odamlar, san'atkor odamlar, haq bo'lib ketaveradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, ikkita odam muammo bilan kelsanglar, biringlar ikkinchilardan so'zga usta bo'lsanglar, nariga odam haq bo'lib turib, bu chiroyli bayon qilganligi uchun men insonman men ham. Bunga hukm qilib bermay, Allohdan qo'rqinglar, haqni gapiringlar degan. Demak, hukm bu qo'shningizni, bu da narigi mahalla deydi. U qo'shni talab olinmaydi. Ota deyishdi, biz bir-birimiz bilan yugurib musobaqa o'ynab ketib qolibmiz. Yusufni o'zi matolarimizni oldida qoldiribmiz, bo'ri yeb ketibdi. Endi biz rost gapirsak ham ishonmaysizlar bizga deyishyapti. So'zga qaranglar. "Va ma anta bi mu'minin lana va law kunna sodiqan." Rost gapirsak ham ishonmaysizlar baribir deyishyapti. Ya'ni nima degani bu? Biz hozir yolg'on gapiryapmiz degani. Vaja'u ala qamisihi bidamin kadib. Ana shu ko'ylagini qonga bulab olib kelishdi. Ibn Abbos aytadi, bir qo'zini so'yib, qoniga Yusuf alayhisolamning ko'ylagini belashadi. Va ko'ylagini ko'rsatgan paytda hujjat qilib, Yaqub alayhisalom aytadiki, bu bo'ri nihoyatda bir mehribon ekanmi? Bolamni yeyishga yetdi-yu, ko'ylagini yirtmabdi-da. Sizlarning nafsinglar o'zingizlarga bir ishni chiroyli ko'rsatdi. Endi meni ishim chiroyli sabr dedi. Mana shu fasobrun jamil vallohu musta'an ala matasifun. Yaqub alayhisolamning shu gapi boshiga musibat yetgan odam uchun dars bo'lish kerak. Otasi o'lsa, mashinasini o'g'irlab ketsa, shu xabarni eshitgan lahzada sabr qilsa shunga ajr bor. 1 yil, 2 yil o'tgandan keyin nima qiladi? Ko'nikib qoladi. Musibat bo'lganligi, bolasi yo'qolganligini eshitishi bilan fasobrun jamil. Endi men ishim chiroyli sabr qilish dedi. Tushunarlimi? Xulosa olaylik, bu faqat eshitib maza qilib qo'ymaylik. Mashinangizni o'g'irlab ketishibdi. Laboyni sindirib ketishibdi. Ko'rdingiz, nima deysiz? Yaxshi bilasiz nima deyishingiz. Shunda sabrun jamil deyilsa, Alloh shunga ajr beradi. Ajr qilgani uchun mana shu musibatni ustidan ko'proq yaxshilikni beradi. Biz 2 kun 3 kun o'tgandan keyin nima qilamiz? Xolasi xolamasa ko'nikib qolamiz. Iymon mana shu lahzada bilinar ekan. وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فأتلى دلوى قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يصنعون. Endi qissa Yusuf alayhisolamning o'zining oldida qoladi. Ana shu Madyandan Misrga ketayotgan tijorat karvoni suv olib kelgan odamini quduqqa jo'natishdi. Idishini tushirganda tortdi, suv ilashtirdi, Yusuf alayhisolam osilib olgan edi. Og'ir tortib chiqardi. Chiqqanda ya Bushro dedi. Ya Bushro degani inson xursand bo'lib ketganda chiqib ketadi og'zidan. O'sha so'z bizning tilimizda. Ya'ni xursand bo'lib ketganligidan, katta narsaga erishganligini belgisi. Hali chekiga mashina chiqib qolsa nima deymiz? O'shaqa deyishdi. Bu bola ehtimol qochoq quldir, yo bir ota-onasi yo'qotib qo'ygandir deyishdi-da, ana shu matolarning ichiga bekitib qo'ydi. Chunki qulni savdosi nihoyatda bir yaxshi, rojih bo'lgan savdo edi. Misrga olib borishdi, va sharohu bi samanin baxsi darahima ma'dudatin va kanu fihi min az-zahidin. Misrga olib borishdi va shoshilganlaricha arzimagan pulga sotishdi. Sharo sotdi, ishtaro sotib oldi. Ya'ni Abdulloh ibn Abbos aytgan ekanki 20 dirhamga sotdi degan. Va kanu fihi min az-zahidin. O'zi muhtoj emas bu pulga ular deyapti. Insonni to'ymasligiga ishora berdi. Ana shu paytda inson Yusuf alayhisolamning yoshi 12 deydi. Yusuf alayhisolamni Misrni vaziri, iqtisod vaziri sotib oladi. Aziz deyiladi mana. Aziz degan kalima u paytda ana shu podshohning vazirlarga beriladigan, xususan iqtisod vaziriga beriladigan nisbat bo'ladi. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا.
Yusufni sotib olgan kishi Misrlik ayoliga aytdiki, bunga yaxshi muomala qilgin. Ajab emas bizga foydasi deb qolsa yoki farzand qilib olsak. Bu vazir bepushtidir, yaramas edi ayollarga. O'shuning uchun farzand qilib olamiz degan umidni ham qo'yib qo'ydi. Alloh taolo Yusuf alayhisolamga ne'matlari mana shu musibatning ichida ham bo'ldi. Suvga tushganda toshda o'tirib qolishi, qul bo'lib sotilgandan keyin ham xuddi vazirning uyida o'g'lidek katta bo'lishligi. Hali Alloh taolo minnat qiladi bularda, qamalib qolgandan keyin. Yusuf alayhisolam vazirning uyida xuddi uni o'g'lidek katta bo'ldi. Qul bo'lishiga qaramasdan o'g'lida yashadi. Vazirning uyidagi qasrning idorasini Yusuf alayhisolam qo'liga oldi. Hunarli ham bo'ldi, ilmli ham bo'ldi biz aytmoqchi. Lekin qul edi. Qullarga qanaqa muomala qilinadi? Va kazalika makkanna li Yusufa fil ardi va linu'allimahu min ta'wil al-ahadith wallohu g'olibun ala amrihi walakinna aktharun nasi la ya'lamun. Shunday qilib biz Yusufni yer yuzida makkannahu zo'r joylashtirib qo'ydik. Va biz unga tushlar ta'vilini ilmini berdik. Alloh taolo o'zining ichida g'olibdir, lekin insonlarning ko'pchiligi buni bilmaydi. Havo issiqligiga mana yarim soatdan o'tib qoldi. Sal qimillab olsak qon aylanadi akalar. Sollallohu alayhi rasulillah. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Walamma balagha ashuddahu ataynahu hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin. U balog'at yoshiga yetgandan keyin biz unga hikmatni va ilmni ato etdik. Muhsin bo'lgan bandalarimizni mana shunday mukofotlaymiz. Bu qissa oshcha yaxshida o'shuncha uyqusirashligilar xohlamayapman. Bu birorta bir jumlasini, birorta bir so'zini o'tkazib olishlikka, o'tkazib olishga xato bo'ladi. Yusuf alayhisalom shirkdan, inhirofdan, zalolatdan, osiylikdan uzoqlikda, poklikda yashadi. Poklikda ulg'aydi. Alloh taolo Yusuf alayhisalomga ilm, hikmatni ato etdi. O'zini zamonasidagi kishilar ichida eng olimi, eng bilimdoni bo'ldi. Alloh taolo Yusuf alayhisalomni ana shu zino fitnasi bo'lgunga qadar qanaqa sifatlar bilan sifatladi? Eshitib turaylik. G'ulamun alim, bilimdon yigit. G'ulamun halim, halim yigit. Ataynahu hukman va ilma. Ilm va hikmatni ato etdik. Minal muhsinin, yaxshilardan edi. Shunaqa sifatlarga ega bo'lgan yigit zinoga rag'bat qilishiga mumkinligi aqli bor odamga to'g'ri kelmasligi kerak. Ya'ni Yusuf alayhisalom o'zi ham xoladi, unga qarab qo'lini cho'zib tashab qoluvdi, ina mo'jizani ko'rib qaytib bordi degan ba'zi noto'g'ri rivoyatlar ham yo'q emas ekan kitoblarda. Lekin payg'ambarlarning sha'nida gapirayotganimizda tilimizga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Kim edi endi u ham bitta odamda deyotganda tilimizni tishlaylik. Chunki bu minglagan, millionlagan ehtimol hisobsiz bo'lgan bandalarni Alloh taolo tanlab olgan bandalari. Ular haqida gapirgani ehtiyot bo'laylik. Al ulama va warasatul anbiya degan Rasululloh. Olimlar haqida gapirgani ham tilimizga ehtiyot qilaylik. Ko'p eshitib qolamiz shu narsani. U palonchi. Olimlar payg'ambarlarning merosxo'rlari deyapti. Ana shu merosxo'rlari bo'lgan olimlar haqida gapirganda ham ozgina hurmat saqlaylik, birodarlar. وراودت التي هو في بيتها عن نفسه. Yusuf alayhisalom 17 ga kirganda necha yil o'tdi? 5 yil o'tdi. Alloh taolo husniga husn, chiroyga chiroy qo'shdi. Yusuf alayhisalomda go'zal bo'lgani haqida juda ko'p eshitganmiz. Lekin bu go'zalligini biz tasavvurimizga sig'dira olmaymiz. Mana payg'ambarimizdan bir hadislar keladi, olimlarning ta'rifi keladi mana shu hadisga. Eshitib turib aql bovar qilmaydi. Rivoyatlarda shuna kelar ekanki, Yusuf alayhisalom 17 ga kirganda bir devorning yonidan yursa, yorug'i, jamolini, nuri devorda akslanardi deyiladi. Shu darajada chiroyli bo'lgan. Lekin nima bo'lganda ham Yusuf alayhisalomda chiroyi hech kimga berilgan emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Merojga ko'targanlarida Yusuf alayhisalom bilan uchrashgan ana shu osmonda. Va aytgan Rasululloh laqad utiya shatral jamal berilgan ekan u kishiga dedi. Nima endi shatral jamal? Mana shu shatral jamalda mufassirlar shuni ta'riflashar ekanki, Alloh taolo go'zallikni chiroyli yaratib ikkiga bo'ldi degan ekan. Yarmini mahluqotlarga tarqatdi. Odamlar, hayvonlar, qushlar, baliqlar, tabiat.
yarmini necha milliardga bo'lib tashlanganda qanaqa chiroyli odamlar bor. Qanaqa chiroyli bir hayvonlar, chiroyli bir tabiat manzaralari bor. O'sha chiroyni ko'rganda shahardan tashqariga chiqmayapmizmi sayl qilib? Endi butun maxluqotlarga, qiyomatgacha yashaydigan odamlarga sochib qo'yilgan chiroyni teng yamini o'zi olgan Yusuf qanchalik chiroyli bo'ladi? Subhanalloh. Endi u chiroyni yaratgan Alloh o'zi qanaqa chiroyli ekan. Va fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Mana shu narsada musobaqa o'ynaylar, musobaqa qilsanglar deb Alloh taolo. Nimada? Allohning diydorini ko'rishlikka bo'lgan musobaqada biringlar ikkinchilardan o'zinglar deyapti. Biz nima qilyapmiz? Biz har qanday narsada musobaqa o'ynaymiz. Kiyimda, pulda bilamiz endi. Lekin mana shu narsada nima qilmaymiz? Musobaqa qilmaymiz. Bitta nuqta. Shu nuqtadan bu yoqqa qarab yursa inson zo'r yashaydi, bu yoqqa qarab yursa qiyin yashaydi. O'zidan holi xarobroq bo'lgan odamlarga qarasa zo'r yashaydi. O'zidan holi tijorat, dunyo matosi ko'proq bo'lgan odamga qarab yashasa, hayoti mashaqqatdan iborat bo'laveradi. Shunday emasmi? Musobaqa o'ynaydi odamlar. Alloh taolo mana shu narsada musobaqa o'ynaylar deyapti. Palonchi mana qilibdi, men buni qilmadim. Palonchi bolasi mana qilib berdi, sen qilib bermading. Palonchining bolasi moncha Qur'on yodlabdi. Palonchining bolasi moncha bir hadis yodlabdi. Nimaga sen yodlamaysan demaymiz. Chunki farzandlarga qo'ygan o'lchovimiz ham qanaqa? Mo deydi, ot bollanchida deydi, yaroqli bola chiqdi deydi. Nimasi uchun yaroqligu? Toparman bo'ldi-da. Onasining sal qiroqroq bo'ldi, chunki u toparman emas. Bizda toparman bola yaxshi. Hali o'lganda ko'ramiz, qaysi bolamizdan ko'proq ajr bolar ekanmiz. Vazirning ayoli Yusuf alayhisalomdan mana bu go'zalligini oldida tura olmadi. Qiyin bo'lgan u ayolga. Chunki bunaqa chiroyga ega bo'lgan yigitni uyida qul bo'lib turishligi kofir bo'lganlar uchun umuman musibat edi. Chidolmadi oldida. Va eshiklarni berkitdi, eriga tayyorgarlik ko'rganda yasam tusandı qildi, eng chiroyli qimmatbaho kiyimlarni kiydi, vazirning xotini u. Va Yusuf alayhisalomdan rovadathu, yumshoqlik, ulfatlikni talab qildi. Unga yaxshi muomalada erkalashligini xohladi. Qo'lidan kelgan hamma maqsadga yetkazadigan vositalarni qildi. Va g'allaqatil abwab va qalat haytalak. Eshiklarni berkitdi va yonimga kel dedi. Yusuf alayhisalom ana shu so'zni eshitishligi bilan, shu vaqtda o'zi zudlik bilan qala ma'adalloh. Innahu robbi ahsana masway innahu la yuflihuz zolimun. Alloh saqlasin. Axir ona xo'jayinim menga muomalani zo'r qilgan bo'lsa, o'zini o'g'lidek katta qilgan bo'lsa, qanday qilib uni ayoli bilan zino qilaman? Zolimlar hech qachon najot yetmaydi dedi. Ya'ni ko'rnab emas edi Yusuf alayhisalom. Kofir bo'lsa ham xo'jayinini qilgan yaxshi muomalasini nima qilyapti? Bilyapti. Fahsh, zino, zulm insonda albatta halokatga olib boradi. Fahsh ko'paygan joyda, zino ko'paygan joyda o'lim ko'payadi degan rivoyatlar bor. Fahsh, zino faqirlik keltiradi degan joylari bor. Ehtiyot bo'lish kerak musulmon odam bu narsada. Ya'ni Alloh taolo Yusuf alayhisolamga bergan shuncha fazildan u kishi bu ishga avvaladan qarshi bo'ldi. Xo'jayinining yaxshiligini unutmagan edi. Qanday qilib bu narsalar xabardor bo'lgan kishi fahshga qo'l ursin. Va laqad hammat bihi va hamma biha. Mana lug'atdan xabari bo'lgan odamlar ikkala kalima bir xilga o'xshaydi. Hammat bihi unga tashlandi, unga qo'lini uzatdi. Va bu muannas jinsida kelayotgan bo'lsa, hamma biha. Ham kalimasi bir arab tilida shunday bir nozik tilki, bitta so'z bir joyda oq ma'nosini bersa, yana bir joyda qora ma'nosini berishi mumkin. U qaysi kalimalarda o'rnida kelishligiga bog'liq. Arab tilining murakkabligi ham shunda. Bitta kalima kelyapti, u ham hamma deyapti, bu ham hamma deyapti. Ham kalimasi qasd qilishlik, niyat qilishlik ma'nosi bor ekan. Va yana bitta hamdi ma'nosi tezda fikr yuritishlik degan ma'nosi. Demak, vazirning xotini qasd qilib qo'lini uzatdi. Yusuf alayhisalom bu narsani fahshlar haqida fikr yurgizdi. Tezligi bilan fikr yurgizdi. Mana shu yerda aytsakki, ko'chada ketayotgandim.
Siyg'alanib ketdim. Agar Ahmad ushlab qolmaganda nima bo'lardim? Yiqilib tushardim. Demak, nima bo'pti? Yiqilmabmanmi? Laqad hamma bihi va hammat biha laula arra burhana rabbih. Agar Robbisining hujjatini ko'rmaganda deyapti, ehtimol qasd qilishi mumkin edi. Demak, qasd qilgani yo'q. Tushuntirib oldimmi misol bilan? Toyilib ketdim, shunda yiqilib ketayotgandim, Ahmad ushlab qoldi meni. Demak, men nima qilmoqman? Agar Ahmad ushlab qolmaganda yiqilib tushardimmi? Agar Allohning mo'jizasini devorda ko'rmaganida, ehtimol qasd qilishi mumkin edi deyapti bu yerda. Demak, qasd qilgan emas. Ba'zi mufassirlar Yusuf va ana shu ayol bilan yotishga harakat qildi, keyin Allohning mo'jizasini ko'rgandan keyin bundan qaytdi degan so'zlar bor, bu to'g'ri emas. Ro'zador odam kunduz sig'ida ko'chada oqayotgan suvni ko'rib turib, shundan ichsam degan xayol o'tadi kallasidan, shunday emasmi? Lekin ichmaydi. Ro'zador bo'lganligi uchun. Lekin xayolidan o'tadi. Yusuf alayhisolamning xayolidan o'tishlikka ham fursat bo'lmadi. Tashlangan paytda Alloh taolo shunday mo'jizani ko'rsatib qo'ydi, orqaga qochishlikdan boshqa narsani topmadi. Alloh taolo bandasini saqlasa, shuna qilar ekan. Qilsammi, qilmasammi degan fursat ham bo'lmadi. Alloh shart mo'jizani ko'rsatdi, xayolga kelib ham ulgurmadi bu narsa. Yana qaytarib aytamiz, Alloh saqlaydi bizni. Biz Alloh tomonga qarab bitta qadamni bosamiz, Alloh ikki qadam bizga qarab bosadi. Allohga to'ngab, Alloh insof bersa namoz o'qiyman deyotgan odam jichi insof qilsa. Suvga bir qadam bossangiz, yana bir qadam yaqinlashasiz. Turib olsangiz turaveradi suv ham. Shuning uchun insondan birinchi qadam bo'ladi, Alloh taolo bandani hidoyat qiladi. U burxon nima edi? Ya'ni ko'rmaganida degani, demak, ana shu Alloh taolo burxonni, ana shu mo'jizasini ko'rsatdiki, ko'rishligi bilan zino haqida fikr yuritishlikka ham fursat bo'lmadi. Misol bilan aytdik, ko'chada ketayotgandim, do'stim Ahmad bilan oyog'im siyg'lanib ketdi, yiqilishga qarab ketayotgandim, ushlab qoldi. Demak, oyog'im toyilib ketdi, Ahmad ushlab qolgani uchun yiqilmadim. Demak, Alloh taolo ham mo'jizani ko'rsatib qo'ydi. Agar ko'rsatmaganida ehtimol xayolga kelishi mumkin edi bu zino. Lekin Yusuf alayhisalom zino qilishlik haqidagi xayolga fursati ham bo'lmadi. Ana shu devordagi ko'rgan burxoni hujjati nima edi? Bu o'rinda bir qancha rivoyatlar bor. Bir rivoyatda Jabroil alayhisalomni ko'rdi devorda. Ikkinchi rivoyatda otasi Yoqub alayhisalom bu faxsh degandek qo'lini mana shunday qilib turganligini ko'rdi. Uchinchi rivoyatda Azizni, ana shu xotinda eri bo'lgan vazirni eshik ochib kirib kelayotganligini ko'rdi. Boshqa rivoyatda bu amalni faxsh ekanligini ko'rdi. To'g'risi ham sahih. Qaysinisi bo'lganda ham, qaysinisi bo'lishidan qat'iy nazar Yusuf alayhisalomni faxsh haqida fikr yuritishlikka fursati bo'lmadi. Kazalika linasrifa anhu as-su'a wal faxsha. Biz Yusufdan faxsh va yomonlik, munkarni mana shunday tiyib qo'ydik. Birodarlar, bitta narsaga e'tibor beraylik. Alloh qutqardi bandasini. E'tibor beraylik. U o'zi shart chiqib ketib qoldi, qilmay qo'ydi emas. Alloh taolo nima qildi? Yordam berdi. Alloh taolo o'zi ko'mak berdi. Biz tomondan, Parvardigor tomonga birinchi qadam bosilar ekan, Alloh biz tomonga qarab ikki qadam bosar ekan. Biz ana shu sigaret chekadiganlarda e'tiboriga tashashlikka qasd qilib tashaylik, birinchi qadam bo'lsin. Alloh taolo ikki qadam bo'lsa men bandamga qarab deyapti. Emizikli bolani ham 2 yildan keyin sutdan chiqarmasa 7 yoshlargacha, 10 yoshlargacha emoradi enasini. 2 kun qiynalganiga chidaysiz, 2 kun yig'laganiga sabr qilasiz, ozgina joningizni va uni jonini qiynaysiz, tashlab yuboradi sutni. Tug'ilibla topgan narsasidan ayrilib o'lmadi-ku biz. Shu yerda o'tirganlar. Nimaga endi shu sigaret tashlab olsak o'lib qolishni o'ylaymiz? Bu zaiflik bu, nafsni yenga olmasligining bir belgisi. Yusuf alayhisalom zinoni xohlamadi, Alloh tomonga qarab qadamni bosdi, Alloh taolo eshikni ochib qo'ydi. Demak, biz ana shu faxsh munkardan qutulmoqchi bo'lsak, Alloh yordam bersa, yana qutula olamiz. Alloh qachon yordam beradi? Biz ana shundan qochgan mahalimizda. Alloh u kishini muxlis banda deb marhamat qildi. Shunday bir ulug' sifatlar bilan sifatlangan kishi haqida Yusuf alayhisalom xususida har xil bo'lmag'ur gaplarni gapirishlikdan tilimizni ehtiyot qilishimiz kerak bo'ladi. Xuddi ikkita kishi yurishda musobaqa o'ynayotgandek bir-birini orqasidan quvalashni boshladi.
Yusuf alayhisalom eshikka borib shunday eshikni ushlagan paytda tashqaridan vazir, ana shu ayolning xotini kalit bilan o'zidagi bor kalit bilan eshikni ochib kirib keldi. Va Yusuf alayhisalomga orqa tomonidan ayolini osilib turganligini, chiroyli kiyingan, eriga tayyorgarlik ko'rgandek xushbo'y narsalarni sepib tayyorlangan holda kirib kelganligini guvohi bo'ldi. Wastabaqal bab wa qadda وقدت خميسه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا mutahamlik qildi. Bir-biri bilan musobaqa o'ynashdi, eshikda oldida eri kirib kelganligini, sayyidi kirib kelganligini ko'rdi. Shunda ayol mutahamlik o'tdi-da, seni ayolingga yomonlikda qasd qilgan kishining jazosi nima bo'ladi? Shu yerda ayol qo'rqib ketdi. O'ldirish kerak buni, devormasin deb erini. Hukmni ham o'zi aytib qo'ydi. Illa an yuzjana azabun alim. Ya'ni erkak kishida hamiyat qo'zg'ab chiqib o'ldirib demasin deb turib aytadiki, bunga yo alamli azob berish kerak, yo qamash kerak deydi. Ya'ni erini erkak deb o'ylayapti. Eshitib turib bu erkak emas u. Chunki erkak kishida bo'ladi hamiyat, o'zini ahli ayolini boshqalardan rashk qilishlik mo'minlikning belgisi. Alloh taolo jannatda eshik yozib qo'ygan. Innaka ahromun alad dayus. Sen dayuslarga haromsan degan. Dayus kim? Ahli ayolini boshqa nomahram, begona erkaklardan qizg'anmaydigan kishi. Qala hiya rawadatni an nafsi va shahida shahidun min ahliha. Yusuf alayhisalom o'zidan bu tuhmatni nari qilib aytdiki, "Yo'q" dedi, "U menga osildi" dedi. Shunda bitta guvoh o'rtada guvohlikka o'tdi deydi Alloh taolo. Mana shu guvoh haqida ikki xil rivoyat keladi. Sahihrovi ana shu nariga xonada yotgan beshikdagi bola deyiladi. Insoniyat tarixida 3 ta chaqaloq gapirgan. Bittasi Ashobul Uhdud. Ana shu zolim podshoh mo'minlarni katta chuqurni kavlab, o'tini to'ldirib yoqib, bittadan irg'it etganda, qo'lida emizikli bolasi bor, mo'min ayol o'tga tushishlikni xohlamay orqaga qaytganda, ana shu emizikli bolasi gapiradi. "Ey onajon, siz haqda ustasiz, irg'oring" deydi. Ikkinchisi, mana shu Yusuf alayhisalom qissasidagi bola aytadiki, "Qaranglar" deydi. Chunki undan boshqa guvoh bo'lmaydi u yerda. Yusufning ko'ylagi orqasidan yirtilgan bo'lsa, Yusuf pokiza, ayoling nopok. Agar Yusuf ko'ylagining oldi yirtilgan bo'lsa, Yusuf nopok, ayoling pok. Qarasa ko'ylagi orqasidan yirtilgan. Uchinchi gapirgan chaqaloq bu kim? Iso alayhissalom. Vazir ana shu ko'ylagiga qaradi. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna azim. Vazir qarab ko'ynakni orqasidan yirtganligini ko'rgach, ayolini tuhmat qilganligini bilgandan keyin, bu sizlarda ayollarda makrilar, sizlarda makrilar buyuk makr bo'ldi deydi. Haligi rivoyat bor, kunduzi yulduz ko'radigan odamni ayoli ozgina bir qing'ir-qiyshiq xizmatini qilmasdan har xil ovqat tegizib qo'ygandan keyin yulduzni ko'ra olmay qoladi. Ya'ni uyimizdagi ayollarimiz bizni nima deydi? Erda er qilgan, yer qilgan xotin deyiladi-yu. Ayol kishi agar mo'mina bo'ladigan bo'lsa, Allohdan qo'rqadigan bo'lsa, er uchun eng katta yordamchi bo'ladi. Kishi, musulmon kishi baxti 4 ga bo'linadi. 4 ta narsada mo'min kishi saodatli bo'ladi. Ya'ni o'g'il bolani baxtini 4 taga bo'lsangiz, bittasi yaxshi qo'shnida, bittasi keng hovlida, bittasi foydali markabda, bittasi soliha mo'mina ayolda. 25% baxt akalar. Lekin yomon bo'ladigan bo'lsa, aksi bo'ladigan bo'lsa, bu musibat bu. Bu sizlarning makrilar buyuk makr bo'ldi. Ya'ni faxshni o'zing qilib turib birovga tuhmat qilasan. Bu vazir, bu aziz nima dedi? Xo'p, xotini iflosligini ko'rdi. Nima qilishlik kerak edi bir hamiyati bor ekan kishi. Yusuf aridan hada wastaghfiri li dambiki innaki kunti minal khotiin. Yusuf, qo'ying, esdan chiqaraylik bu narsani dedi. Qo'ying, indamay qol. Bo'pti. Sen xato qilding, endi sen tavba qil. Bo'l, boshqa hech narsa demadi. Hattoki xotini uydagi xizmatchi yigiti bilan fitnalanganligini ko'rib turib, ayolini o'zi bir nopokligini ko'rib turib, o'rtasini ayirib ham qo'ymadi. Shunday qolib ketaverdi uyda. Bu deydi ulamolar, hozirgi kundagi aristokratlarning hayotiga o'xshaydigan hayot.
Ular uchun izzat nafs, or-nomus, hayo, erkaklik, shan degan, g'urur degan narsa, hech narsa qadri yo'q. Ruxsat bering, siz ayolingiz bilan va'z tushib keling. Qo'shib beradi, olib borib va'zga tushib keladi. Subhanalloh. Ular uchun izzat nafs, sharaf, or-nomus degan gapning hech qanday qadri yo'q. Said Qutb rahimahulloh aytadi, mana shu aristokratlarning hayoti shunday bo'ladi. Chunki ular uchun hamiyat, sharaf, or-nomus, izzat nafs degan so'zlarda hech qanday qadr-qiymati yo'q. Kishini dayusligi mana shuni o'zidan ko'rinib turibdi. Alloh taolo mana jannatda yozib qo'ygan hadislarda keladi, innaka haromun ala dayus. Sen dayuslarga haromsan. Bu xabar shaharda tarqab ketdi. Va qala nisratun fil madinati imra'atul aziz turabidu fataha nafsi. Bu ayb, bu xunuk ish shaharda tarqadi. Qanaqa bo'lib tarqadi? E'tibor beraylik. Lut alayhisolamning qissasini gaplashganimizda akhriju ala lutin fa innahum unasun yatatahharun. Bu Lut oilasini haydab chiqardilar qishlog'imizdan. Ular pokiza odamlar bo'lib ketishdi. Aybi nima bo'ldi? Endi bu yerda qarab turinglar. Ana shu oliy tabaqadagi yashayotgan odamlarni o'lchovini qaraylik. Vazirda xotini o'zini xulvatchasi bilan zino qilaman debdi. Uyat emasmi? Xulvatcha bilan zino qilishni niyat qilgan uyat. Zino uyat emas o'zi. Ya'ni boshqa odam bilan bo'lsa mayli-yu, o'zini quli bilan ham zino qiladimi? Aytib ko'ring. O'sha yerda ham ichasanmi? O'shalar bilan ham ichasanmi? Ichishlik ayb emas. Kim bilan o'tirib ichganligi ayb. Qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dalalin mubin. Bu bosh aylanib qopti. Uni bir ochiq zalolatda deb bilamiz deydi. Ya'ni zino ayb emas, qul bilan qilishlik ayb. Madina mana shu shaharda bu xabar tarqagandan keyin vazirning ayoli ana shu gap qilgan aristokratlarda avtoritet bo'lgan, qavmini elitasi bo'lgan bizni bilan aytganda odamlarni ayollarini kechki ovqatga, ziyofatga chaqirdi. Ayollar kelishdi, dasturxonni to'kib qo'ydi va ularning qo'llariga bittadan pichoqni berdi, yostiqlarni berdi, taxtakashlarni qo'ydi oldiga. Go'shtni, olma, anorni olib kelib qo'ygandan keyin qani olinglar. Hamma qo'liga pichoq olib, ana shu olmani kimisi anorni, kimisi go'shtni kesayotgan paytda uxruja alayhim. Chiqing ularning oldiga dedi. Yusuf alayhisalom ularning oldiga chiqib keldi. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillah ma hada bashara. In hada illa malakun karim. Yusuf alayhisalomni devorda oldi yurganda chiroyini nuri devorda akslanardi dedik. Dunyoda yaratilgan chiroyda teng shunga barovari Yusuf alayhisalomga berilgandi dedik. U ayollarga qiyin bo'lgan. Yusuf alayhisalom shunday chiqib kelgan paytda aytishdiki, uni ko'rganda uni ulug' sanashdi. Va qatta'na aydiyahunna. Olmani kesayotgani qo'lini kesdi. Go'sht to'g'ayotgani qo'lini to'g'radi. Arab tilida qata'a deb kelsa, lug'atdan xabari bor akalar, kesdi bo'ladi bir marta. Endi ikkinchi bobda qatta'a deb kelsa, qiymaladi degan ma'no bo'lib keladi. Aqllari shunday uchdiki, shunday mahliyo bo'lib qoldiki, ana shu qo'li kesilganligini og'riqni sezishmadi. Narxozdan ham qattiq bo'lib ketdi. Ya'ni chiroyli qattiqligidan, go'zal bo'lganligidan. Alloh taolo qatta anaydiyahunna qiymalashdi qo'llarini deydi. Bu odam emas deydi. Odam bunaqa bo'lishi mumkin emas. Bu farishta bu deydi. Shunda bu vazirning ayolini maqsadi bundan. Ya'ni meni ayblamanglar, o'zingizlar ham ko'rib qo'yinglar. Bitta men emas, sizlar ham munosabatga tushib qolishinglar mumkin deb o'zini poklashligi uchun mana shu ishni qildi. Qalat fazalikunna allazi lumtunni fi va laqad rawattuha nafsi fastahsam. Mana shuni ma'lumot qiluvdilar-da sizlar meni. Qalaysizlar endi o'zingizlar dedi. Qo'linglarni qaranglar dedi. Men undan talab qildim, murovadani, lekin o'zini pokiza saqladi. Agar la lam yafal ma amuruhu la yasjunanna va la yakun minas saghirin. Agar men aytgan ishni qilmasa, buni qomatib yuboraman dedi. Mana shu o'rinda majlisda o'tirgan ayollarda hammasi Yusuf alayhisolamga tashlandi. Boyaga aytgandek elitada bular, avtoritet bular. Erlarda hamiyat bo'lmaganda ayollarda iffat bo'ladimi? Hammasi Yusuf alayhisolam bilan birga bo'lishdi, ilinjida bo'lib qoldi. Hammasi kelib o'zini tashladi.
Juda ko'p narsalarni va'da qilishdi. Kimisi qilib olaman dedi, kimisi ozod qilib olaman dedi, xullas mingta bahona bilan o'ziga Yaqub Yusuf alayhisalomni zino qilishga chaqirmoqchi bo'lishdi. U bitta vazirda ayol emas, hammasi fitnalandi. Ayollarda hammasini tashlanganligini dalili keyingi oyatlarda keladi. Poshsho Yusuf alayhisalomni qamoqdan chiq degan paytda chiqmayman, to meni nomim poklanmagunlarcha deb chiqmay turib oladi. Shunda ana shu majlisda o'tirgan ayollar yig'ib kelib Alloh aytadi, poshsho aytadi, "Qala ma khatbukunna idza awattunna Yusuf an nafsi?" Yusufni zinoga taklif qilgan paytinglarda ahvolingiz qalay edi deganda biz undan yomonlik ko'rmadik dedi. Demak, ayollarda hammasi Yusuf alayhisalomga tashlanganligiga mana shu oyat dalil bo'ladi. An Abi Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu ani Nabiy sallallohu alayhi vasallam qol: "Sab'atun yuzilluhumulloh fi zillihi la yawma la zilla illa zillu." Qiyomat kunida hech qanday soya bo'lmaydi. Mana shu kunda Alloh taoloning arshi kursisining soyasi mahshargohda bir chekkasiga tushib turadi. Shunda shu soya bo'lmaydigan kunda o'zimni soyam bilan soyantiraman 7 xil odamni deydi Alloh taolo. 7 xil sifat keladi, ko'pchiligimiz bilamiz. Shundan bittasi Warajulun da'athu imratun zata mansabin va jamal faqal inni akhafulloh. Juda chiroyli kelishgan go'zal ayol va nasabdor, puldor bo'lgan ayol zinoga taklif qilgan paytda men Allohdan qo'rqaman deb o'zini tiygan kishi ana shu Allohning taxtini soyasida turadigan bitta odam bo'ladi. Ana shu kishilarda sayyidi Yusuf alayhisalom bo'ladi. Chunki qulidir. Qil desa haqqi majbur edi qilishlikka. Lekin mana shunday holatda ham o'zini zinodan saqladi. Bu payg'ambarlarning qissasini bir ko'ngil xushlikka, bir maza qilishlikka eshitmaymiz. Ibrat olaylik birodarlar. Ha, tavba qilsa Alloh kechirar ekan u. Demagan ekan. Ha, bo'pti, majbur bo'lib qolib bir marta qilib qo'yray. Keyin tavba qilib olaman. Unaqa hayol o'tmagan ekan. Qul edi u. Bu yerda hech kim qulmas. Bu yerda qul hamma. Yo Allohning quli, yo nafsining quli. Afaroyta man ittakhada ilahahu hawahu fa adallahu Allohu ala ilm. Alloh taolo marhamat qiladi. Havoyi nafsini xudo qilib olgan odamni ko'rmadinglarmi deydi. Demak, inson nafsiga sig'inar ekan. Ko'ngli xohlagan narsani qilaversin, bu havoyi nafsiga sig'ingan bilan boraveradi. Ulamolar aytadi, mana shu ko'm-ko'y osmonda ostida yashayotgan insonlar ikkita narsaga sig'inadi. Bittasi o'zining nafsi, bittasi Robbisi deydi. Demak, Robbisiga sig'inmagan, Robbisiga bo'ysunmagan albatta nafsiga bo'ysunadi, nafsiga sig'inadi. Qala robbis sijna habba ilayya mimma yad'unani ilayh va illa tasrif anni kaydahun asbu ilayhin va akum minal jahilin. Parvardigoro, menga qamoq mahbubroq bular taklif qilayotgan narsadan ko'ra. Agar ularning makrini mendan o'zing nari qilmaydigan bo'lsang, johillardan bo'lib qolaman. Ya'ni qamatib ola olmayman, Parvardigor dedi. Fastajabu lahu robbuhu fasarafa anhu kaydahunna innahu huwas samiul alim. Bas Robbisi duosini ijobat qildi va ularning makridan uni omonda saqladi. Albatta u eshituvchi, bilguvchi bo'lgan zot. Yo zino qil, yo qamalasan dedi, qamoqda tolladi. Qamoq yaxshiroq dedi. Ulamolardan shuna bir so'zlar bor ekan, shu o'rinda qamoq emas, boshqa narsani so'raganda ham Alloh berardi deydi. Tushunarlimi? Ikkita narsani taklif qildi. Qamal dedi, yo zino qil dedi, bittasini. Shu uchinchisini tanlaganda Alloh uni ham berardi. Alloh o'zing saqlagan, qamoqdan ham saqlagan, zinodan ham saqlagan, Alloh o'zi bilardi qanaqa saqlashni. Shuning uchun nimani so'rashni bilish kerak. Vazirning ayoli haqida gap yana ko'paydi. Endi bitta ayol fitnalangan bo'lsa, endi butun shaharda avtoritetlarning ayollari nima bo'ldi? Fitnalanib qoldi. Shunda vazirda ayoli kelib aytdi eriga, bu ishni tinchlaylik, meni dedi, xijolat qildi dedi va bir ish qilishdi. Eshakka teskari mindirishib, Ibn Abbosdan keladi bu rivoyat. Bozorda ertalab odamlar e'lon qilindi. Yusuf Ibroniy o'zini sayyidasi bilan zino qilishni xohlaganligi uchun qamaladi deb butun nomini badnom qilib, pokiz insonni tuhmat bilan nomini qoralab, qamoqqa qamashdi. Summa badalahum min ba'di ma ra'awhu al-ayat la yasjunannahu hatta hin. Aytdik, Yusuf alayhisalom qancha imtihonlarni, balolarga kelishiga qaramasdan sabr qildi, oxiri baribir najot bo'ldi. Shuning uchun Muhammad alayhisalomga taskin bo'ldi bu. Alloh saqlasin bu yerda o'tirganlarni va hammamiz Alloh saqlasin. Bunaqa fitnaning ustida bilamiz kimligimizni.
Bu yerda o'tirganlar uchun hozir zinodan hech qanday imtihonni o'tmayapsizlar. Chunki bunaqa zinoga imtihonda o'zi yo'q bu yerda. Qachon bo'ladi? Qachon siz o'sha poyezda ketayotganingizda, qachonki siz bilan bitta ayol yakkama-yakka qolganda, qachonki ayol o'zi talab qilib turgan paytda yo'q deya olasiz, shunda imtihon bo'ladi. Ungacha men zinodan imtihondan o'tyapman, men zino qilmay yuribman demaylik. U ustida bilinadi. Yerda 100 so'm yotibdi. Hech kim yo'q. Nima qilamiz? Ungacha taqvodor birodar haqidan qo'shishlar haqida masalasi o'qib yuramiz. 100 so'mni ko'rganda o'zingizni sining shu yerda kimligingizni. Oxlab o'tib keta olasiz, Allohu akbar, Alloh yordam berdi. Bu yoqqa qarab turib necha marta 300 marta so'rasalar ham sizlarniki bo'lmaydi. Shar'iy hukm shuki, topilgan narsa 1 yil ushlab turasiz. 1 yilgacha egasi kelmasa sadaqa qilib olasiz, savob o'sha egasiga bo'ladi. Sizga faqat bu fitna bu. Ishlatib qo'yishingiz ehtimoli bor. Ya'ni hamma esli. To ana shu fitnaning ustiga kelmagunicha. Ana deb qo'yasiz. Aybi yo'qmi ichida mashinangizda? Yo'q. Chunki aysiz krashini mashinamda deb qo'ysangiz, olmay qo'yish mumkin-da. Vaholanki agar Alloh taqdir qilgan bo'lsa, o'shanda siz ham oladi. Ustida sinaylik o'zimizni. O'sha savdoda, tijoratda yolg'on gapirish kerak bo'lgan paytda o'zimizni tutib olaylik. Mana hozir imtihon senga, qani nima qilasan? Yusuf alayhisalom qamalganda u bilan ikkita yigit birga qamaldi. Va Yusuf alayhisalomning qamalgan kunidan boshlab u kishining fazilati, boshqalarning oldidagi axloqi, odobi, fazilati ko'rindi. Hali ikkita yigit kunlarda birida tush ko'rdida kelishdi. Yusuf deydi, sen solih odamga o'xshaysan. Biz tush ko'rdik, shu tushimizda ta'bir qilganmisan? Qala ahaduhuma inni arani asiru khamra. Ulardan biri aytdi, men tushimda uzumni olib, ezib ana shu xamir qilyaptim, sharob ichimlik qilyaptim dedi. Ikkinchisi aytdi, va qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa rasi hublan ta'kuluhu at-tayr nabbihu min ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Ikkinchisi aytdi, men deydi, novoy bola bo'ladi. Boshimga sevatga solib nonni ko'tarib ketaysam, qushlar cho'qqa ekanligini ko'rdim. Shu tushimizni ta'bir qilib bermaysanmi deydi. Ya'ni bu yerda ham olamiz, tushdi haqida shunday bir so'zlar bor ekan, olimlarda faqat yaxshi odamlarga aytinglar deyilgan ekan. Yaxshi tushda aytinglar deyishgan ekan. Yomon tushda aytmay qo'yinglar degan ekan. Lekin hujjat qilmaylar bu narsani. Kecha tushimda yomon narsa ko'rib qoldim, bugun bormayman. Ya'ni Yaqub Yusuf alayhisalom ularga javobi qanaqa bo'ldi? Da'vatdan boshladi. Ya'ni har bitta inson o'zidagi eng qadrli narsasini tashqariga chiqarishni xohlaydi. Polvon o'zini kuchini gapirishni xohlaydi. Puli ko'p odam o'zini pulni bildirib turishni xohlaydi gapirgan gaplarida. Ya'ni siz uchun qadrli nima bo'lsa, siz uchun qadri baland bo'lgan narsa haqida gapirishni yaxshi ko'rasiz doim. Birov bilan o'tirsan, to'lka futbol haqida gapiradi. Birov bilan o'tirsan, to'lka shu tutgan balig'i bilan gapiradi. Endi musulmon odamda Allohning kalomidan boshqa gapirish u arziydigan narsa emas. Shunday emasmi? Xoyrul kalami kalomullohmi? Kalomlarda eng yaxshi Allohning so'zimi? Undan boshqa gapni gapirishga hojat ham yo'q. Yo Yusuf alayhisalom da'vatdan boshladi. Sizlarga hozir ovqat kelmasdan turib, qanaqa kelishligini aytib beraman dedi. Va o'zini tanishtirib ketdi. Albatta men dedi. Ana shu Allohga iymon keltirmaydigan qavmni tark qildim. Otalarim Ibrohim, Ishoqlar millatidaman. Oyat o'qimayapman, vaqtni tejashlik niyatida. Biz uchun Allohni qo'yib boshqalarga shirk keltirishlik lozim bo'lmas edi. Alloh taoloning bizga bergan fazli edi va odamlarga ham berilgan fazli edi, lekin insonlarning juda ko'pchiligi bu fazlda shukrni ado qilmaydilar. Ey qamoqdosh do'stlarim, xilma-xil xudolar yaxshimi yoki yagona qahhor bo'lgan Alloh yaxshimi? Allohni qo'yib o'zingizlar nom qo'yib olgan boshqa ismlarga sig'inasizlarmi? Va ana shu o'zini kimligini tanitdi. Ibrohim alayhisolamning kimligi bu yerlarda ma'ruf va mashhur edi. Ya'ni o'zini Ibrohim alayhisolamning zurriyatidan ekanligini tanishtirdi. Va tushlarni ta'bir qilib berdi. Ya sohibay sijn, amma ahadukuma fayasqi robbahu khamra va amma al-akhar fayuslab fata'kulu at-tayr min ra'si. Endi sen dedi. Sen chiqasan bu yerdan dedi. Yana ana shu xo'jayiningga, podshoyingga ana shu mayda quyib turasan, soqi edi u. Sen dedi, chiqasan, lekin seni osishadi, boshingdan terisidan kelib qushlar yeydi dedi.
Shunaligi ikkinchi o'lish kerak bo'lgan odam atiga to'xtab, boshqacharoq ko'rdim deb turib, haliga burmoqchi bo'lgan paytda quziyal amrullar defihi tastaftiyan. Sizlar fatvo so'ragan ish uchun hukm qilin bo'ldi. Endi bo'ladi shu narsa dedi. Endi bittasi chiqadi, bittasi qoldi. Endi chiqayotganga aytayapti. Va qala lillazi zanna annahu naji minhum uzkurna inda robbik. Sen chiqasan-ku podshoh oldiga. Shu chiqqaningda men tuhmat bilan o'tirganingni bir aytib qo'ygin, bitta yaxshilik qilgin dedi. Shunda rivoyatlarda keladi shu bir ajib narsa. Subhanalloh. Jabroil alayhisalom kelgan, chiqib ketdi bu. Bu osilda o'zi qoldi. Kelyaptiki, Yusuf dedi, akalaringiz sizni o'ldirmoqchi bo'lganda, ularni bu fikrdan qaytargan kim edi? Desa Alloh dedi. Quduqqa sizni suvga tushirib yuborganda, toshni suvga o'tkazib qo'ygan kim edi? Alloh dedi. Sizni qul qilib sotib yuborganda, vazirning uyida uni o'g'lidek katta bo'lishlikka imkon bergan kim edi? Alloh dedi. Ayollar sizga fitna bilan tashlanganda, bu fitnani siz boshidan ko'targan kim edi desa, Alloh dedi. Ha, unda najotni nimaga boshqadan kutasiz dedi. Tushunarlimi? Alloh yaxshi ko'rgan bandasi xato qilganda tanbeh berib qo'yar ekan, takrorlama deb. To'ydi, uyda rizqini kim beradi? Boshqasinikini-chi? O'shuning uchun rizq haqida g'am qilayotgan odam iymonida mana shunday teshik bo'ladi. Har qancha ko'p bo'lgan chog'ida ham xotirjam yashamaydi. Chunki Allohdan boshqa narsaga suyanib qo'yapti. Puliga, akasiga, qaynotasining konteynerlariga va hokazolarga. Allohga suyangan kishi birodar oldida bo'ynini ham egmaydi. Allohga suyangan kishi biroddan ta'ma ham qilmaydi. Allohga tavakkul qilgan kishi birovga muhtoj ham bo'lmaydi. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga suyansa, Allohga tavakkul qilsa, bu odamning muammosini hal qilishlik Alloh subhanahu va taoloning zimmasida dedi. Allohda tanishingiz turgan bo'lsa, u yer yuzidagi tanishlaringiz pulingiz bilan borsangiz ishingizni bajarib beradi, to'g'rimi? Agar Robbingizda tanishingiz bo'lsa, Robbingizda bu suyanchingiz bo'lsa, bo'lmasa ham hal qilib beradi o'zi. Yo iymon keltirmaymizmi bunga? Qushlarda tanish bo'lishi yo'q. Qushlarda bunaqa do'kon po'kani yo'q, lekin tavakkal qilib uchib chiqib ketadi, albatta qonni to'q kelaveradi. Qushchalik bo'la olmaymizmi? Allohga tavakkal qilgan el na talqonni, na qalqonning g'amini yer. Sofa Alloh yaratadi. Allohga tavakkal qilgan odam qorin haqida g'am qilmasin, mehnat qilsin, harakatini qilsin, lekin natija haqida nima qilmasin? O'zi g'am qilmaslik o'zi bitta rohat emasmi? Nimaga ishlab yuribmiz? O'sha g'am bo'lmasin, qancha ko'p bo'lsa, g'am bo'lmaydi deb olyapmiz-da, to'g'rimi? Ko'p bo'lgan sari g'am ko'payyapti. Demak, g'am bo'lmasligini o'zi bitta rohat. Yusuf alayhisalomga Alloh taolo ta'na qilyapti. Seni quduqdan kim qutqaruvdi? Men qutqaruvdim. Toshga kim o'tkazib qo'yuvdi? Men o'tkazib qo'yuvdim. Qul bo'lib ketganingda, vazirning o'g'lidek yashashligingga kim seni joylab qo'ygan edi? Alloh joylab qo'yuvdi. Ayollar tashlaganda fitnadan kim qutqaruvdi? Mo'jizani kim ko'rsatuvdi? Nimaga endi bitta odamga deydi, suyanasan deydi. Kim u? Shu qilgan ishi uchun va'z haligi bolani esdan chiqib qoldi. 7 yil qolib ketdi qamoqda. Aytayapmiz, bandasini yaxshi ko'rsa, qilgan xatosiga o'rnida jazo berar ekan Alloh. Ya'ni takrorlama qaytib. Senga yarashmaydi bu. Bir xil odamni ko'ramiz. Birovga kidat qilsa ham katta imonni cho'ryapti. Birovga zulm qilsa ham jin tegmayapti. Mashinasi ham buzilmayapti. Hamma yo'q zo'r ketyapti. Bo'lmasa odamlarga qancha zulm qilyapti. Bilingki, Alloh yaxshi ko'rgan emas buni. Yaxshi ko'rgan bandasini tegib qo'yar ekan. Davom etkizma bu narsani deb. Yusuf alayhisalom bir marta ana shu soqiy bolaga suyanishi bo'lib qoldi, Alloh taolo tanbeh berib qo'ydi. Ko'zimizni ochaylik. Xato o'tganda Alloh yaxshi ko'rgan bandalarni oldida iqob qiladi dedik. Uhud g'azotini eslaylik-da. Rasululloh 50 ta kamonchini rumotga turgizib qo'yib, tushmanglar dedi. Biz yutsak ham, qirilib ketsak ham tushmanglar, mendan bu buyruq kelmaguncha dedi. Ular o'sha yerda turishdi, 25 minut, 30 minutda jang tugadi. 7 marta bayrog'ini antarishdi musulmonlar, mushriklarga. G'alaba bo'ldi. Payg'ambarimizning qo'l ostidagi sahobalar hammasi itoatda turuvdi, payg'ambarimiz gapidan chiqishmadi, 50 tasi o'rnida turuvdi, yutdi. Alloh taolo 25 minutda g'alabani berdi. 1 soatdan bo'lmagan ekan Uhud g'azoti. Qo'lab ketishdi, o'ljalar yig'ishni boshladi, bular dunyoga bo'lgan muhabbat qo'zib ketdi. Dedi, o'ljadan qolamizmi dedi. Yuringlar biz ham teramiz dedi. Rasululloh mana qa degandas, yo'q dedi. Esliklar bo'lganda bizga o'xshab.
Rasululloh urush bo'layotganda jinnilar dedi. Urush tugadi, endi tushaveraylik deydi. Yo, bu domla mana qadagan bo'lsa kerak. Domla bo'lmaydi deb sen qilayotgan ish desa, yo'q, u qastomondan qarashga bog'liq u. Aytilanda mumkin emas, bo'ldi bo'lish kerak. Yunus alayhisalom qavmini, inshaalloh mana keyingi suhbatlarda gaplashamiz. Qavmini Allohning izni tashlab chiqib ketuvdi, balig'i yutib yordimi? Demak, biz ota-onamizni bir dilini ranjitib ko'chaga chiqib oyog'imizni qayirib olsak, bu Alloh taolo bizga mehribonligi bo'ldi. Alloh dunyoda bandasini qilgan xatosiga jazo bergan bo'lsa bir marta, qiyomatda jazo bergani Karim zot ekan, bermas ekanlar yoqda. Parvardigor dunyoda agar qilgan aybimizga jazo bermagan bo'lsa, bitta rahim shafqatini chashib qo'yib turib bu dunyoga. Ana shu bitta rahim shafqati bilan azoblamadimi? U bittani olib qo'yib 100 ta qilib qo'ygan joyda tem bo'lib azoblamas ekan. Robbimizga suyanishni o'rganaylik. Podshoh endi Yusuf alayhisolamda chiqib ketishlik tadbiri qanaqa bo'ldi? Alloh taoloning qo'lida hamma yo'q. Podshoh nima qildi? Tush ko'rdi. Shuda 7 ta arvoh sigirdi, 7 ta semiz sigirni ko'rdi. Arvoh sigirlar kelib semiz sigirlarni yedi. 7 ta pishgan, o'sib turgan boshoq bu dedi boshoqni ko'rdi va 7 ta sarg'ayib ketgan, qurib ketgan boshoqni ko'rdi. 7 tasi kelib 7 tasini o'rab chilmab halok qildi. Kim ko'rsatdi bu tushdi? Qayerdan kelyapti yechim? Allohning arqoni nima deymiz? Uzun deymiz. Deymiz-u chidamaymiz o'zimiz. Xuliqal inson min ajal, inson shoshqaloq. Podshoh ana shu tushuni tushuna olmadida va vazirlarga aytdi: agar qo'lingizdan kelsa vaqt tejas niyatida akalar oyatni o'qimayapman. Bu aralash sharkash tush ekan, biz tushlar ta'birini bilmaymiz. deb vazirlar indamay turganda haligi soqida esiga tushib ketdi. Kim esiga tushib turdi? Vaqoladina jaminhum, ana shu ikkitasidan najotga chiqqan aytdiki, men ta'vil qilib beraman sizlarga dedi. Jo'natinglar men bilan dedi. Ya'ni qamoq shaharda tashqarisida edi, jo'natishdi. Yusuf alayhisolamning oldiga keldi hali yigit va aytdi: "Ey Yusuf, ey Siddiq, gapirsa rost gapiradigan kishi. Ya'ni sen chiqasan dedi, chiqdi. Sen osilasan dedi, osildi. Bizga mana tushlarda ta'vil qilib ber deganda Yusuf alayhisolam ta'vil qilib berdi. 7 yil dedi, tinimsiz ekasizlar dedi. 7 yil dehqonchilik, ekin-tikin zo'r bo'ladi. 7 yil to'plaganinglarni ekkaninglar to'playlar, sumbilida qolsin. Bu dedi chiqarib olmanglar, qurt tushib ketmasin. Dehqon bo'lmagan Alloh bildiryapti. Keyin 7 yil qiyinchilik yili keladi. Shunda to'plaganinglarni yeysizlar. Undan keyin yana 7 yil mana ish bo'ladi. Tushni ta'birini aytib berib qo'ysa bo'lar edi. Bu 7 yil qiyinchilik bo'ladi deb qo'ysa bo'ldi, ta'vil bo'ladi, lekin undan keyingi qilinadigan ishlarni rejasini ham tuzib berdi Yusuf alayhisalom. Va bu xabarni podshohning oldiga olib kelgan paytda u aytdiki, bu oddiy odam emas. Va qala malki utuni bihi, olib kellar men oldimga dedi. Yusufni oldiga olib borib, qamoqqa borib, chiq seni podshoh chaqiryapti deganda chiqmayman dedi. Chiqmayman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, Yusufni Alloh rahmat qilsa naqadar sabr bo'ldi. Chiq deganda chiqmadi. Agar menga buyurilganda chiqardim dedi. Nimaga chiqmadi? Fama ja'a rasul qolarji ila robbika fas'al ma balu niswatul lati qatta'na diyahunna. Qo'llarini qiymalab kesgan ayollarning ahvoli nima bo'ldi? Ya'ni meni nomim poklarlar keyin chiqaman deyapti. Izzat nafs bu. Yugurib chiqib ketmayapti. Shunda podsho yig'ib ayollarni hammasini so'roq savolga tutadi. Nima deysizlar deganda Yusuf pokiz edi. Biz unga tuhmat qilgan edik dedi. Qamoqdan birdaniga yurib chiqmasdan o'zini tozalab chiqishligini niyat qilganidan ko'ra podsho yana ixlos olibdi kishiga. Olib kelinglar dedi. Men o'zimga xos, o'zimni do'stlarimdan qilib belgilab olaman uni dedi. Olib kelgan paytda Yusuf alayhisalom bilan suhbatlashdi va u kishidagi fazilatni podshoh o'ylaganidan ham bir necha 10 barobar yuqoriligini ko'rib aytdiki, qala innaka al-yawma ladayna makinun amin. Endi xotirjam yashayveramiz shaharimizda dedi. Yusuf alayhisalom so'radi. Meni ana shu iqtisod vaziri o'rniga qo'ygin dedi. Men bu ishlarni bilaman. Chunki vazirning uyida yashab turib, bu mana shu iqtisod ishlarini ko'rib o'rgangan edi va ana shu davlatning mulkini qanchalik isrof qilish ekanligini bilar edi. O'shuning uchun men ishonchli, qo'limdan keladigan odamman dedi. Berdi. Rivoyatlarda keladi, davlat shunaqa bir chiroyli idora qilgan ekanki, podshoh aytgan ekan, menga shu taxt qolsa bo'ldi. Shunga o'tirmasanglar bo'ldi. Qolgan hamma ishni bitta davlatni tamomiy rahbariyatini Alloh qo'lga berib qo'yapti. Nima uchun? Taqvo qilgani uchun.
Ana shu 7 yil ichida Yusuf alayhisalom vazir sifatida ana shu tayyorgarlikni hammasini qildi. 7 yil zo'r bo'ldi dehqonchilik. To'pladi hamma yo'qda. To'pladi, keragini edi, qolganini olib qo'yaverdi. So'ngra ana shu qurg'oqchilikning 7 yili keldi. Qurg'oqchilik faqat Misrga kelmadi, Falastin, Arab jazirasi, Shom hamma yerga yetdi. Va odamlar oziq-ovqat topishlikda qiylanishni boshlashdi. Xabar chiqdi dunyoda. Misrning vaziri kengchilik mahallada sotayotgan narxda sotyapti-kan, bug'doygini, arpasini, sholisini, guruchini. Odamlar Misrga yoqib kelishni boshladi. Endi qarang, Alloh o'rgatsa qanaqa ekan. Yusuf alayhisalom eski narxda berar edi. Savdogarlarga sotmasdi, narxni ko'tarishib olmasin deb. Bitta shart bilan berardiki, har bitta kelgan odamga eski narxda bitta kishiga bitta tuya ko'tara oladigan darajada berar edi. Demak, bitta odam ko'proq narsa olib ketmoqchi bo'lsa, 10 ta bolasi bilan kelish kerak edi. 4 ta xotini 10 ta bolasi bilan kelish kerak edi. Inaki nima bo'lardi? 15 ta tuyada ovqat olib ketar edi. Hilani qarang. Kim o'rgatyapti buni? Alloh o'rgatyapti. Bu Binyaminni olib qolishga bir hiyla edi bu. Yusuf alayhisalomning akasi va otalari ham tirik edi o'sha paytda. Ular ham topgan tutgan olib 10 ta aka borishdi. Kelganda Yusuf alayhisalomning oldiga kirishdi. Tanidi akalar, lekin ular tanishmadi. 12 yoshlarda tashlashib o'rgandi dedi. Faja ikhwatu Yusuf fadaxalu alayhi farafahum va hum lahu munkirun. Kirishdi, Yusuf ularni tanidi, lekin ular uni tanishmadi. Kimsizlar? Qayerdan keldinglar? Hamma aka-ukalar shularmi? Tiriklari bormi, o'lganlari bormi, yo josusmisizlar, shpiyonmisizlar deb dabros qilishni boshladi. Aytishdiki, yo'q, biz josus emasmiz. Uyda bitta ukamiz qolgan. Qarang tildan inilishini. Uyda bitta ukamiz qolgan, bitta ukamiz o'lib ketgan dedi. Yusuf alayhisalom karim zot bo'lgan. Kelgan mehmonlarni yotoqxonasini, yemoq-ichmoqni o'zining hisobidan qilib berardi. Chiroyli muomala qildi, jo'natib aytdiki, ko'rdinglar-a, men sizlarga qanaqa muomala qildim dedi. Endi keyingi safar o'sha aytgan ukalarni qo'shib olib kelmasanglar, demasizlar yolg'on gapirgan bo'lasizlar, demasizlar josus bo'lasizlar. Baylab qo'ydilar. Va o'zlari bilan olib kelgan budekka almashtirgan boyliklarini qaytarib bitta qopiga solib qo'ydi, buyurib. Chunki qaytib kelishga pul topolmay qolib, kelishmay qo'ymasin degan niyatda o'zlari buğday uchun to'lagan pulini qaytarib solib qo'ydi. Uyga qaytib kelib turib, aka-ukalar aytishdiki, "Ey ota" deyishdi. "Bo'ldi, bundan keyin bermaydi bizga vazir" dedi. Buni yeb olganimizdan keyin bizga yemoq-ichmoq yo'q bo'lib qoladi. Nimaga? Ashu bitta ukamiz bor deb qo'ydik, o'shini olib kelmaysizlar, keyin safar kelmanglar dedi. Endi bizni ukamizni qo'shib bermasangiz bora olmaymiz dedi. So'ng bu devani otishuvdi, to'lagan haqlar o'zi bilan chiqdi. Ota dedi, "Ya nima kerak bizga?" dedi. "Qarang, qaytarib olibdi" dedi. Ana shu olib borgan har bitta safar olib ketgan taomi 1 yilga yetar edi. 1 yil tugaganda yana qaytishlikni niyat qilishdi, lekin shart bor edi. Ana shu otanglarning oldida qolgan ukalarni olib kelmasanglar, sizlarga bu deb bermayman degan. Qala hal amanukum alayhi illa kama amintukum alayhi akhihi min qabl, fallohu khayru hafiza va huwa arhamur rahimin. Yoqub alayhisalom unamadi ukasini berishlikka. Akasi Yusufni ishonganda ishonmayman sizlarga. Nima qildinglar uni sizlar? Yo, bermayman dedi. 1 yil o'tdi. Yeydigan narsa qolmadi. Majbur bo'lishdi. Otasini talab qilib turib olganda oxiri qasam ichirib ukasini akalarga qo'shib berdi. Agar dedi, qamalib qolsanglar ham yeylar yoki o'ldirilib ketsanglar, mayli sizlarga bir uzr bor, lekin boshqa o'rinda sizlarga uzr bo'lmaydi, ukasini qo'shib berishdi. Bitta eshikdan dedi, 11 talar kirib bormanglar dedi. Har xil eshikdan kiringlar shaharga. Nimaga? Ko'z degan narsa haq. Rasululloh aytgan ayn haq degan. Insonni qabrga yetirishi mumkin ko'z degan. 11 ta kuch-quvvatga to'lgan bir xil yoshdagi aka-ukalar kirib kelishligi ko'z tegishiga sabab bo'lishi mumkin edi. Shuning uchun xilma-xil eshiklardan kiringlar dedi. Hukm Allohning qo'lida, unga tavakkal qildim, sizlar ham Allohga tavakkal qilinglar. Yoqub alayhisalom haqida va innahu lazu ilmin lima allamnahu. Yoqub biz unga bergan ilm ustida edi deyilyapti. Qanaqa ilm edi? Agar e'tibor bergan bo'lsanglar, Yoqub alayhisalomda har bir yerda gapirgan jumlasida Alloh degan so'zni qo'shmay gapirmagan. Hech qaysi so'zini Alloh degan so'zni qo'shmasdan gapirmagan.
mana ilm. Inshaalloh. Alloh nasib qilsa, buyursa. Qolallohu ala ma naqul vakil. Ana shu bitta gapi. Va ma ughni ankum minallohi shay'a. Yomonida Alloh taqdir qilsa, men hech narsa qila olmayman. Tutuni mawfiqan minalloh. Alloh o'rtaga qo'yib qasam ichib beringlar menga. Fallohu xayrun hafiza va huwa arhamur rohimin. Alloh saqlovchilar yaxshisi, mehribon rahimli. Hech qaysi nuqtasi Alloh degan so'z bo'lmasdan turib qo'yilgan emas degan gapida. Bizda qana bo'lyapti? Ikki gapimizni biri biramizni nimaligini. Mehmonlar kelganda Yusuf alayhisalom 11 ta uka keldi. Bir juftdan bittadan xonaga bo'lib qo'ydi. Sizlar ikki ola mahonada, sizlar ikki ola mahullas. 5 ta uka, 10 ta ukani 5 ta xonaga bo'lganda kim qoldi? Bu men bilan dedi. Bu men bilan qoladi dedi. Akalarni jo'natib o'rgandan keyin ukasini bag'riga bosib, men seni akangman dedi. Kegucha Binyamindan urib so'kib kelishgan bo'ladi. Bo'ldi, endi senga ozor berishmaydi dedi. Endi qaytadigan paytda yana hiyla qildi Yusuf alayhisalom. Idishlariga budaylarni to'lg'izdi-da va buyurdi, qo'lidagi xizmatchi yigit ana shu budayda o'lchaydigan bir cho'michinimi, jominimi, idishini ana shu Binyaminni qopiga solib, tuyasini yilib qo'ydi. Shunda aytdiki, "Ey" dedi, "Ayyatu hadir innakum lasariqun." "Ey qofila, ey karvon, sizlar o'g'ri ekansizlar" dedi. Nima yo'qotdinglar deb keluvdi? Podshohning cho'michini yo'qotdik dedi. Kim topsa, bir tuya taom mendan dedi. Men kafolatman dedi. Kafolatlayman dedi. Biz o'g'irlaganimiz yo'q, biz buzg'unchilik qilgan kelganimiz yo'q deshganda aytdiki, agar sizlarning ichingizdan chiqib qolsa nima qilamiz dedi. Bu ham bitta hiyla edi. Agar o'g'ri Misrda qonuni bilan hukm qilinsa, yo urilish kerak edi, yo o'ldirilishi kerak edi. Binyaminga bu narsani xohlamasdi Yusuf alayhisalom. Endi Yoqub alayhisalomning shariatida o'g'ri ushalsa, o'g'irlangan molda egasiga qulga aylanardi. O'shuning uchun hukm ulardan so'rayapti. Qani 10 ta aka nima deysiz? Agar sizlarning ichingizdan chiqib qolsa nima qilamiz desa, sizlarga qul bo'ladi o'sha dedi. Hukmni Misrda hukmi bilan hukm qilmadi. Jazoni Yoqub alayhisalomning shariati bilan jazoladi. Kattalardan boshlab kelib turib oxirida Binyaminni mana o'g'ri ekan dedi. Bo'ldi, endi qoladi bizda qul bo'lib dedi. Otasiga bular qasam ichib kelgan. Allohni o'rtaga qo'yib qasam ichishgan. Akkalamiz qaytarib ukamiz dedi. Shunda yalinishni boshlashdi. "Ey vazir, siz yaxshi odamsiz. Xohlagan 10 tadan bittamizni olib qoling qul qilib. Uni qari oqsoqol otasi bor." Unamadi. Zulm qilgan bo'lamiz qolganlarga dedi. O'g'ilni o'qisa-yu. Bu ham bitta Alloh taolo o'rgatgan hiyla edi. Iloji bo'lmadi. Chiqib ketishdi. Akalar aytishdiki, bu o'g'irlagan bo'lsa, mana aytdik, Yusuf alayhisalomda 10 ta ukasi bor edi. Binyamin bitta enadan tug'ilgan ukasi edi. 6 tasi 2 ta xotinidan va 4 tasi 2 ta cho'risidan edi. Binyamin bilan tug'ishgan aka-uka edi. Aytishdiki, "Ya bu dedi o'g'irlik qilgan bo'lsa, akasi ham burun o'g'irlik qilgan edi" deb Yusuf alayhisalomning o'g'irlik qilganligini Yusuf alayhisalomga aytishyapti tanimasdan. Yusuf alayhisalom yoshligida o'g'irlik qilgan bo'ladi. Ona tomonidagi bobosi mushrik bo'lib butga sig'inganligi uchun butini olib chiqib sindirib o'rgan bo'ladi o'g'irlab. Shu narsani ishora qiladi. Bular o'zi bozorda borib o'zi o'g'irlik qiladi. Lekin bu qanaqa o'g'irlik edi? Qalu in yasriq faqat sarqa akhun lahum min qabl. Fasarraha Yusuf fi nafsi va lam yubdiha lahum. Jahli chiqdi, lekin tashqariga chiqarmadi. Iloji bo'lmasdan qaytib ketishdi. Otalarining oldiga borganda aytishdiki, "Ey ota" deydi. "Ota, bolangiz o'g'irlik qildi" dedi. Biz g'aybga guvohlik bera olmasdik, biz bilmasdik o'g'irlik qilishligini. Agar ishonmasang, biz borgan qishloqqa borib so'ragan va biz bilan borgan karvondan so'rang, biz bilan kelgan. Albatta biz rost gapiryapmiz. Birinchi safar nima degandi Yusuf tashab kelib, agar rost gapirsak ham ishonmaysiz baribir deyshgan edi. Endi bu safar innala sodiqun, biz rost gapiryapmiz deydi. Ya'ni inson o'zining yolg'onini gapidan bildirib qo'yar ekan, agar Alloh bildirsa. Yoqub alayhisalom Yusufdan ajragan yetmagandek, Yoqubdan Binyamindan ajraganligi uchun endi yig'lashni boshladi. "Ey Yusuf" deb turib, "Kazim, fahuva kazim" yig'lab, kazim degan so'z yig'isini tashqariga chiqarmaydigan, birovga dardini aytmasdan ichida yig'laydigan odam. Kazim deylar ekan. Ko'p yig'lab, ko'zi ko'r bo'ldi. Va bir qancha muddatdan keyin o'g'illariga aytdiki, "Sizlar noumid bo'lmanglar Allohning o'qidan.
tanish bilishlar ishga solib boringlar, bu yerda bir ish bor. Endi har safarda o'rtasida 1 yil o'tardi. 3-yilga kelib hech narsasi qolmaganda borgan. Eplab-seplab bor narsasini yig'ishdida vazirning oldiga borishdi Yusuf alayhisalomda. Yusuf deyishdi, vajina bibidatin muzjatin fa'fi lana al-kayla wa tasaddaq alayna inna Alloha yazil mutasaddiqin. Matolarimiz qadrsizligini bilamiz, lekin bizga sadaqa qilib yaxshilik qiling deb sadaqa so'rashlik darajasidagi xorlikka yetishdi. Akalari xor bo'ldi. Yusufning oldida. Alloh taolo aytganda, hali eslatasiz ularga bu qilgan ishini quduqda o'tirganda. Ular sezmay qoladi dedi. Akalarini bundan ham paslashligini xolamadida, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf va akhihi idamtum jahilun. Johil bo'lgan holatda Yusuf bilan ukasini o'rtasida qilgan ishlarni bilasizlarmi dedi. Shunda ular qalu aynnaka anta Yusuf, sen Yusufmisan deyishdi. Shu mavqif bilan quduqqa tashlangan mavqifning o'rtasida 22 yil o'tdi. 12 yosh bo'lsa, hozir 34 ga kirdi. Bitta katta davlat ustida boshliq bo'lib turibdi. Bu Alloh taoloning bergan fazli marhamati deydi. Men Yusufman dedi. Alloh menga ne'matini ato qildi. Fa inna man yattaqi va yasbir fa innahu man yattaqi va yasbir fa inna Alloha la yuzil ajral muhsinin. Mana mashatini eng asosiy xulosa deb olaylik. Alloh bizga ne'matini ato qildi, bilinglar deyapti Alloh. Albatta kim taqvo qilsa va sabr qilsa, Alloh bunaqa bandasini ajrini zoya qilmaydi. Qiyin o'tirishmadi issiqda. Qiyin bomdodga turish, qiyin 10 so'm turganda oxlab o'tib ketishlik, qiyin rost gapirishlik. Lekin qiyin bo'lsa ham taqvo qilib, sabr qilsalar shu qiyinchilikka dunyoda ham beraman ajringlarda, oxiratda ham beraman demayaptimi Alloh? Biz aytayotgan istighforlarimizni, biz aytayotgan tasbihlarimizni dasturxonimizga aloqasi bormi, yo'qmi? Bor. To'g'ridan to'g'ri aloqasi bor. Aytayapti Alloh taolo, taqvo qil, sabr qil. Demak, qiyin ekan taqvo qilishlik. Yusuf alayhisalom taqvo qildi, sabr qilyapti. Akalariga o'zini tanitdi va ko'ylagini olib berdi. Otama borib yuziga tashlanglar, ko'zi qaytadan ko'radi dedi. Xursand bo'lib, karvon bilan ana shu turgan joyi bilan Misrda Yaqub alayhisalomda yashaydigan joy o'rtasida 8 kunlik yo'l edi. Karvon jilishligi bilan Yusuf alayhisalomning ko'ynagini hidini sezdi Yaqub alayhisalom. Agar qarib esini yeb qo'yibdi demaganinglarda Yusuf hidi kelyapti degan bo'lardim dedi. Kelishida hali ham o'sha eski adashib yuribsiz. Ko'ynakni betiga otishdi, ko'zi ko'rdi. Va hammasi Misrga kelishdi. Ota-onasini kutib oldi, arshga olib chiqdi. So'ngra ular tushib, ota-ona 11 ta kunga sajda qildi unga. Bu ibodat sajdasi emas, bu takrim, hurmat sajdasi edi. Otasiga aytdiki: "Ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamar la ra'aytuhum li sajidin." 12 yoshar paytda aytdi otajon, 11 ta yulduzdi, oy va quyoshni menga sajda qilayotganini ko'rdim dedi. Nada dedi? Otajon dedi, mana dedi. Tushimi ta'biri shu dedi. Alloh haq qildi buni dedi. Va qad aqsani bi iz akhrajani min as-sijn va ja'a bikum min al-badw min ba'di an nazagha ash-shaytanu bayni va bayni ikhwati inna robbi latifun lima yasha innahu huval alimul hakim. Eng asosiy xulosa, taqvo qilib, sabr qil, zoya bo'lmaysan deyapti. Hojar ona Makka da qolyapti. Agar qolsak Alloh rozi bo'ladimi? Unda bizni zoya qilmaydi dedi. Alloh taolo darrov zudlik bilan mukofotini berdi, Zamzamni chiqardi. Alloh taologa taqvo qildi, o'g'lini so'yishlikka Ibrohim alayhisalom tayyor bo'ldi. Ishoq alayhisalomning tug'ilishini xabarini berdi. Uni o'g'li Yaqub tug'ilishini xabarini berdi. Ikkalasining ham payg'ambar bo'lishini xabarini berdi. Alloh taolo Karim zot. Nasl nasab bilan faxrlanishlik bor. Bu yaxshi bo'lmagan narsa. Men palonchilardanman, po'ngichilardanman. Rasulullohdan so'rashdi: "Manil Karim?" Eng zo'r nasl nasabi toza kishi kim dedi? Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yusuf, Ibn Yaqub, Ibn Ishoq, Ibn Ibrohim. Payg'ambar. Nasl nasab bilan kerilishi bo'lsa, Yusuf alayhisalomdan hech kim bo'la olmaydi. O'zi payg'ambar. Otasi, bobosi payg'ambar. Kimda bor bu sharaf? Lekin shu kishi shunaqa urug'i, shunaqa zuvolasi katta bo'lib turib, oxirida aytgan duoda qarang. 111 oyat Yusuf surasi, lekin 101 oyatda Yusuf alayhisalom qissasi tugaydi. 101-oyat. Diqqat qilib turamiz.
Robbi qad ataytani minal mulki va 'allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman va alhiqni bis solihin. Shuncha imtihondan chidab chiqib, shuncha balolarga sabr qilib, najotga erishib turib qo'rqyapti. Nimadan qo'rqyapti? Oqibatidan qo'rqyapti. Zo'r yashadim, zo'r o'tdim imtihonlardan, lekin oxirini ham chiroyli qilgin deb qo'rqyapti. Sizlardan bir kishi bir umr jannat amalini qilib yuradi, bitta gunoh qiladi, shunda jonini oladi Alloh. Do'zaxga ketmaydimi u? Hech kim bu yerda o'tirganlar g'ururlanmasin. Chunki ketar soatimizga qaraladi. Namozni biz boshlagan bo'lsangiz, 1 yildan keyin ukangiz boshlar. Lekin siz 1 yildan keyin qana bo'lasiz? Ketar soatda la ilaha illalloh aytilmasa qana bo'ladi? Hech kim o'qiyotgan namoziga, qilayotgan savobli ishlariga, sadaqasiga g'ururlanmasligi kerak. Chunki oqibatiga qarab o'lchanadi. Musa alayhisalom qissasidagi sehrgarlar peshin mahalda sehr Musa bilan yoqalashgani chiqqan edi. Sindiramiz deb chiquvdi, lekin iymon keltirib asrda shahid bo'lishdi, Shomda jannatga kirishmadimi? Oxiri xayrli bo'lsin. Parvardigoro, osmon yerda yaratgan Robbim menga tushlar ta'vilini o'rgatding. Osmonni yerda yo'qdan bor qilgan Parvardigorim, albatta sen dunyoda ham oxiratda ham meni do'stimsan. Tavaffani musliman. Meni musulmon qilib o'ldirgin va solih bandalaringga ergashtirgin. Nimani so'rayapti? Oqibatini so'rayapti. O'ziga ishonib kerilmadi. Alloh taolodan yana qo'rqdi-da, xotimasini xayrli bo'lishini so'radi. Shu bilan Yusuf alayhisolamning qissasi nihoyaga yetgan bo'ldi. Inshaalloh keyingi suhbatda ana shu ikkita darsda olgan xulosalarimizni bir jamlab qo'yamiz. Lekin bugun eslab qolishimiz kerak bo'lgan ikkita narsa. Innaman yattaqi va yasbir fa innalloha la yuzajirul muhsinin. Kim taqvo qilib sabr qilsa, mukofoti zoya bo'lmaydi. Dunyoda ham oladi, oxiratda ham oladi. Va tawaffani musliman va alhiqna bis solihin. Musulmon holatda jonimni olgin va yaxshi bandalaringga ergashtirgin deyapti. Biz ham mana shu duoni qilamiz. Tawaffana musliman va alhiqna bis solihin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Hmm.